Qashqadaryo viloyati kasbi tumani soliq inspeksiyasi mahallalarga biriktirilgan soliq inspektorlari sho'basi, davlat soliq katta inspektori tumanning Qo'ng'irot, Qoraqo'ng'irot, Mirzo Ulug'bek va Obod Neko'z mahalla fuqarolar yig'inlariga biriktirilgan bo'lib, 2026-yilning aprel oyi rejasini 54 million so'mga ortig'i bilan, ya'ni 110% ga bajardi. Soliq inspektoriga biriktirilgan mahallalarda mol-mulk solig'i to'lovchi jismoniy shaxslar 3058 nafarni, yer solig'ini to'lovchi jismoniy shaxslar esa 3553 nafarni tashkil etadi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar soni 142 nafarni tashkil etsa, 44 ta yuridik shaxslar faoliyat olib bormoqda. Hududda 581 ta dehqon xo'jaliklari va 2153 nafar fuqarolar o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib faoliyat olib bormoqda. Obod Neko'z mahallasida 1012 ta xonadon, 4339 ta aholi yashaydi. Aholi dehqonchilik, chorvachilik, sabzavot ekinlari yetishtirish bilan shug'ullanishadi. Doimiy daromadga ega. Mana mahalla yetiligi bilan birgalikda biz to'lov xabarnomalarini yetkazib berganmiz. Doimiy mas'uliyat bilan yondashib, oyma-oy to'lovni 110-120% gacha belgilangan rejani bajarib turibmiz hozirgi kunda. Mana soliqlardan 10% qayd etgan daromadlardan mahallamizga asosan hozirgi kunda elektr energiya simyog'ochlarni olib berish. Mana O'yrat qishlog'ida bir kutubxona qilyapmiz, aholi kuchi bilan birgalikda o'sha kutubxonaga ham bir hissamizni qo'shamiz deb turibmiz. O'tgan davr mobaynida soliq inspektori mahalla yettiligi bilan hamkorlikda soliq to'lash burch ekanligini targ'ib etgan holda yangicha yondashuvlarni ishga solib, soliq bazasini kengaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Natijada soliq inspektoriga biriktirilgan hududlarda 4 ta noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar yangidan ro'yxatdan o'tkazildi. Shuningdek, 16 ta moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan tadbirkorlik subyektlari faoliyati tiklandi. Mahalla yettiligi bilan birgalikda olib borilgan tushuntirish targ'ibot ishlari natijasida yanvar-may oylarida 1548 nafar fuqarolar o'zini o'zi band qilib ro'yxatdan o'tdi. Mahalla yettiligimiz bilan birgalikda barcha menga biriktirilgan mahallalarimda 15-martga qadar barcha to'lov xabarnomalari uyma-uy, xonadonma-xonadon yetkazib berilgan va shu boisdan mahallalarim berilgan reja grafikka asosan belgilab berilgan tuman mahalliy soliq tushumlarini 100-110% ga ortig'i bilan bajarib kelmoqda. Hozirgi kunda soliq bazasini kengaytirishni asosiy maqsadlarimdan biri qilib olganman va tadbirkorlarga to'g'ri yo'l bilan naqd pul kirimlarini amalga oshirib, ishchi o'rinlarini yaratib, soliqlarni vaqtida to'lab borishni tushuntirib kelmoqdaman. Soliqlar mahalla taraqqiyoti, el-yurt farovonligi garovidir. Fuqarolarda soliq to'lash madaniyati qanchalik yaxshilansa, jamiyat rivoji shunchalik jadallashib, aholining turmush darajasi yanada yuksalaveradi.